Assalomu alaykum akalar. Mana 2025-yil Damas'imizni olib qoldik. Yangi pachka ichiga qilingan ishlar bilan tanishtiramiz. Mana eshik apshipkalarni qilib berdik. 2 xil qilib chexollarni qilib berdik. Yangicha fasonda va o'sha neobishniy chiqqan. Chaklariga ham e'tibor berasizlar. Tekis, hamma yo'g'i ideal. Orqa taraflari mana orqa sidini pataloylarni ham chexolga mosladik. O'ta go'zal chiqdi. Stoykalarni qilib berdik, pataloy, chexol, apshipkalar bo'ldi. Polilarni qilib berdik. Polilar ham mana tekis, hamma yo'g'i joy-joyida. Rollarini ham qilib berdik. Taqvidalarni ham qilib berdik. O'zimiz chiroyli qilib quyosh to'sadiganlarigacha bor. Aka, bu qilgan ishlarimiz sizga yoqdimi? Xudo xolasa ko'nglimdagidan ham yaxshi chiqibdi. Xudo xolasa chexol poli qildiradiganlarga tavsiya qilaman. Zo'r chiqibdi ishlar, menga yoqdi aka. Mana akamizni eshitdinglar. Xudo xolasa sizlar ham olib kelsanglar, uyattirmaydigan qilib, chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Manzil Xalq banki yonida. E'tiboringiz uchun rahmat.